Assalomu alaykum bolalar, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Garchi 35 million so'm hisobimizda pul bor. Oxirgi marta 7,5 million o'ynaganmiz. Bitwinner kontorada bolalar. Promokod O'zbek O'zB kazino. Paddishka qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ro'yxatdan o'tish esdan chiqmasin. Hammaga omad. 2,5 milliondan ketdik. Boshidan berib qolsa normalniy bo'lib ketardi-da. 2 million, 3 million 200 ming. Davay, bitta 10. 10. Bo'yatdimi? Berasanmi yo'qmi? Yaxshi, nima beray yana? 20 million qoldimi? 22 million. Katta puldan boshidan bekor o'ynadimmi deyman-da. Mayli, endi nima bo'lsa ham omadimizni bersin. Voy, 5 koeffitsient. Yaxshi. Yana bizda. Voy, qizillar o'ynaydimi? Yaxshi, 5 koeffitsient. Yaxshi, 17 million. Zo'r, 18 million. 46 million bo'ldimi? Короче, 500 dan o'ynaymiz endi bu yog'ini. Ko'tarishimiz kerak, kamida bir 50-60 millionga ko'tarsak normalniy bo'lib ketardi-da. Yaxshi bo'lib ketardi. Shu 50 million qilsak ham to'xtatsak bo'lardi-da. Yaxshi. Voy, 5 koeffitsient, yana 2,5 million. Yaxshi. Qancha bo'ldi? Sal kam 50 million bo'ldi-da. Bitta qizil qo'shib berir. Onnasini yemsin. Voy. Bitta yaxshi koeffitsient ushlasak edi, yaxshi bo'lib ketardi. Qaranglar bolalar, 2 millionga ko'tardim, stavkani ketdik. Yashillar o'ynaydi. Rozoviy o'ynasa plyusga kirita. Yaxshi turizm. 4 million degan, turizm deyapman. Bo'ldi, 50 million bo'ldi. Rahmat bolalar, charchamanglar. Bitta like bosib qo'yasizlar.